Mana ko'rdingizmi? Men to'g'ri talab qilgan ekanman. Frisi issiq emas, muzda ham emas, lekin iliq ham emas. Go'sht ingichka bo'lsa, o'shanisi qilganda chiqarib Hozir go'sht rangi ham farqi bo'lganda, ko'ryapsizmi? Hamdi ustaning 3-filiali ochilibdi. C5 ta. O'ng qo'limda minor, chap qo'limda pajarka. Taomlari xuddi o'sha 1-2 filialda ekan, shuni tekshirishga keldim. Ofitsiantlar o'sha ekan, ya'ni tajribali ofitsiantlarni bu yoqqa olib kelishibdi. Narxlari ham o'sha, o'zgarmagan. Interyerlari yengilligi va o'sha Hamdi ustaning o'zini turk uslubida ayni, ya'ni oldingi filiallariga o'xshash ekanligini ko'rdim. Bugun taomlarni yeb baho beramiz. Hamdi ustaga kelganingizda, umuman o'sha danar sotadigan joylarga kelganingizda bitta tavsiya sizlarga nima qilish kerak? O'sha go'shtini yangi kesib berishini iltimos qilinglar. Sabab go'sht kesib qo'yadi ba'zi joylarda, pastda turib qoladi. 15-20 minutdan keyin go'sht bujmayib, ozgina qattimlashib, o'zini mazasini, o'sha asl mazasini yo'qotib qo'yishi mumkin. Men shuning uchun har doim iltimos qilaman, yangi kesib bermanga go'shtni. Men hozir o'zimga ezigelin supini buyurtma qildim. Ezigelinni yaxshi, o'sha men yaxshi ko'rganimdagi. Yana bitta yaxshi tomoni Hamdi ustiga salatlar berishadi. Ovqatga qo'shib, ketchup, mana tuzlamasi, achchiq garimdorisi, salati, mayonez va fri ham bor uning ichida. Mana 220 grammlik danaroqqa berishdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi, frisi ham bo'ladi. Lekin frisi ozgina kam deyman. 160 grammga ham, 220 grammga ham bir xil porsiya fri berishadi. Shuni o'sha sal qattiqroq go'sht olib kelishdi, yumshoq emas. Shu yoqmadi. Men aytdim yemasa, menimcha kesib qo'yilgan go'shtni olib berishgan. Hozir menejer chaqiraman. Mijoz sifatida siz haqqingizni bemalol talab qilsangiz bo'ladi. 500 ming kelsa yoki 1 million kelsa o'sha shotni to'lab olasiz, to'g'rimi? Yoqadimi, yoqmaydimi? Sizdan o'sha hisobni to'lashni talab qilishadi. Demak, siz ham mijoz o'laroq bemalol so'rab, haqqingizni talab qiling. Mana hozir boshqa taom qilyaptilar. Bo'ldimi? Mana. Zo'r qilib berishdi endi, xudo xolasa. Endi zo'r qilishdi. Go'shtimiz tinch qolibdi. Mana ko'rdingizmi? Men to'g'ri talab qilgan ekanman. O'nlab, yuzlab restoranlarni tashlab, aynan shu yerga keldim. Nimagaki? Mazza qilib ovqatlanish uchun. Indamasdan baliq bo'lib, bo'pti yaxshi ekan deb ketaversak, hech qachon O'zbekistonda servis rivojlanmaydi. Servis rivojlantiradigan kim? Xorrandalar. Xorrandalarning talabi, taklifi asosida restoranlar o'sadi, unadi deb o'ylayman. Mana qarang, go'sht rangida ham farq bor-da. Sochli bo'lib turibdi. Yangi taqishdi, yangi go'shtdan. Frisiga keladigan bo'lsak, frisi issiq emas, muzda ham emas, lekin iliq ham emas. Lekin men hozir endi e'tiroz bildirmayman. Sabab oshib ketgan bo'ladi. Hozir yana frini ham alishtirib bering deydigan bo'lsam, e'tiborliroq bo'lishadi. Sabab fri ham issiq kelish kerak, tushunishim bo'yicha. Xullas, go'shti zo'r, yumshoq, mayin. O'zi menga Hamdi ustaning go'shti rosa yoqatanlari. Qayta-qayta kelaman, oyiga bir 3-4 marta kelaman desam ham bo'ladi. Bitta narsa yoqmaydi menga hozir. Mana shu stakanlarni eng oddiysini qo'yib qo'yishgan. Eng arzoni. To'g'ri, ko'p san'at restoranda edi. Bu oshda borganimda yaxshi, katta qalin finjonlarda choy berishardi. Keyin menimcha ko'p sindi, keyin alishtirib qo'yishdi. Eng arzonni qo'yib qo'yishdi. Shunday shu finjonni ham alishtirsa, yaxshirog'ini qo'yishsa, yanada mijozlarga qulay bo'lardi. Biroq yoqimli bo'lardi. Men uchun masalan shaxsan shunaqa edi. Bir fikringizni yozib qoldiringlar sizlar ham. Hamdi ustaning qaysi taomlarini yaxshi ko'rasizlar?